Hozirgi kunda odamlar ozish uchun dietologga emas, kosmetologga borishyapti. Endokrinologlar tomonidan beriladigan dorilar, kosmetologlar tomonidan qilinadigan ukollar to'g'ri ba'zi insonlarga foyda qiladi. Bu 50 ga 50. Masalan, ba'zi insonlar aytadi-yu, dori ichib ozdim, misol uchun yoki kapelnitsa olib ozdim degani 100% yolg'on degani emas. Ozdiradi. Qanaqa holatlarda? Tanadan atyok chiqarib tashlaydi birinchi o'rinda. Tanadagi keraksiz suvlarni chiqarib tashlagani hisobiga siz ozdim deb o'ylaysiz. Xo'p, mayli, ozdingiz ham deylik, lekin sizga ozishingiz muhimmi yoki vaznni ushlab qolishingizmi? Agar sizga ozishingiz muhim bo'lsa, vaqtincha ozish muhim bo'lsa, mayli, pожалуйста, bemalol kosmetologlarga borib, o'sha kapelnitsalari yo dorilarni olib qabul qilsangiz bo'ladi. Agar sizga doimiy natija kerak bo'ladigan bo'lsa, bu albatta sog'lom turmush tarzi bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Chunki siz ozganingizdan keyin u qomatni ushlab qolish uchun sog'lom turmush tarziga, sog'lom ovqatlanishga, balanslangan ovqatlanishga e'tibor bermasangiz, sizda vazn yana qaytadi.